Onasi, Hop. kartada pul berib tur. Erkak kishi ayol kishidan pul so'rasa g'alati tuyular ekan. Nimaga er xotin xo'sh ho'kiz deydi. Ha, yo'q, men ho'kiz emasman, mayli berib turaman. Qarang, soliq ilovasida 896 ming pul yig'ib qo'yganman. Oho, yech shuni. Buni yechib bera olmayman. Nega? Oy oxirida bir marta yechib olishim mumkin, bir oyda bir marta. Lekin 896 ming zo'r pul yig'ibsan-da. Siz mumkin ilovasini yuklab oling. Qanaqa yuklaydi uni? App Store'ga kirasiz. Mumkin chegirma. Buni chiqdi. Mumkin chegirma aksiyalar. Bosasiz. Ilovani yuklab olasiz. Xo'p. Ilovada cashback tizimi yo'lga qo'yilgan. Ko'rdingizmi? Cashback tizimiga kirasiz, ro'yxatdan o'tasiz, telefon raqamingizni terasiz. Xo'p. Sizga kod keladi. Aha. Hozir. Kelgan kodni qo'yasiz. Mana siz ro'yxatdan o'tdingiz. Endi qarang, mumkin bilan hamkorlik qilayotgan boshqa mana shu do'konlardan qaysi biridandir nimadir xarid qilsangiz, sizga 2% cashback qaytarib beriladi. 2% nima bo'ladi? Voy dadasi, men 1% dan shuncha pul yig'ib qo'ydim. Siz 2% dan bundan 2 barobar pul yig'asiz. Ham chegirmada sifatli narsalarni arzon xarid qilib olasiz, ham xarid qilgan pulingizdan 2% cashback o'zingizga qaytarib beriladi. Keyin men ham senga o'xshab oyda oxirini kutib o'tiramanmi yetishdi? Yo'q, eng yaxshi tomoni mumkin ilovasidagi cashbackni siz haftada bir marta yechib olsangiz bo'ladi. Sizga bir oyda 4 marta imkoniyat beriladi. O'zimni kartamga yechib olib, xohlagan narsamga xarajat qilsam bo'ladi. Xuddi shunaqa. Bo'ldi, sen juda qimmatli maslahat berding menga. Mumkin chegirma va aksiyalar zo'r ekan. Siz nimani kutib o'tiribsiz? Siz ham hoziroq mumkin ilovasini yuklab oling va 2% cashbackni qo'lga kiriting.